Xitoy xabar to'rining 2-yanvardagi xabarda aytilishicha, 2022 yili 31 dekabrga qadar Tarim neftligidan 33 million tonnadan ko'proq tabiiy gaz va neft qazib olingan. Xabarda deyilishicha, bu son o'tgan yildagidan 30% dan ko'proq oshgan. Xitoy hukumatı o'tgan 3 yil mobaynida qattiq qo'lliq bilan ijro qilgan qamal qilish choralari Xitoyning ko'p qism o'lkalarida energiya yetishmaslik masalasini keltirib chiqargan edi. Ana shu mezgillarda Uyg'ur diyoridan poyezd va turbo yo'li qatorliq vositalar orqali g'oyat zo'r miqdorda yuklangan tabiiy gaz, tok, ko'mir qatorliq energiya boyligi Xitoydagi necha 100 million Xitoy fuqarosining kundalik ehtiyoj va isinish masalasini hal qilgan edi. Ammo bu mezgillarda Sharq Turkistondagi bostirish, shuningdek majburiy emgak qilmishi hassilab kuchaydi. Shundaqla Uyg'urlar uchrayotgan zulm xalqaroda irqiy qirg'inchilik deb ataldi. Xitoy chegarasini ochadiganligini e'lon qilish bilan nurg'un davlatlar Xitoydan kelgan yo'lovchilarga munosabatlik bir yurish yuqumga qarshi turish tadbirlarini e'lon qildi. Xitoy doiralari bo'lsa buningga qarshi tadbir qo'llanadiganligini bayon qildi. Xitoy Tashqi ishlar ministrligining bayonotchisi Ma'oning mundaq dedi: "Bu tadbirlarning ba'zilari nohaq chiqarilgan. Davlat qabul qilib bo'lmaydi. O'xshamagan ahvollarga qarata biz taqobil turish tadbirlarini qo'llanamiz." Mo'ljallanishcha, oldingi oyning 5-ida Xitoyda COVID-19 tadbirlari bo'shatilgandan keyin virus Xitoyning eng chong shahri Shanxaydagi taxminan 70% nüfusga tarqalgan. Shanxay Ruijin doktorxonasining muavin bosh doktori, shaharlik COVID-19 maslahatchilar komitetining a'zosi Chin Erchin xalq gazetiga bergan bayonotida oldingi oydagi yuqumlanuvchilar sonining bahor oylarida Omikron virusi keltirib chiqargan yuqumlanuvchilar sonidan 20-30 ko'p ekanligini aytgan. Saudiya Arabiston birinchi futbol birlashma komandasining biri bo'lgan Al Nasr Portugaliyalik futbol cho'lpini Cristiano Ronaldoni 2.5 musobaqa fasli uchun komandasiga qo'shdi. Saudiya Arabistonga kelgan Ronaldo uchun poytaxt Riyoddagi Mersul tantarbiya saroyida murosim o'tkazildi. Ronaldo yangi klubdan har yili jami $200 million kirim qiladi.